Assalomu alaykum, xush omaded kanali bozor va biznes. Imroz ma qaror dodیم نخست vitamin نرخ فرمانخوان نرخ نوای گل گوسفندها را میبریم. لایک ماندن خطیسه کردن فراموش نکنید. مرحمت تماشا میکنیم. نرخ نو چند پولی. امروزنگی سنه ما 2026 28 март. لایک ماندن خطیسه کردن فراموش نکنیم. مرحمت تماشا میکنیم. Şu ballar tanıdığım ballar bu onu. Alma okuğunda. Çok da like basıydı. Alma okuğunda oldu savdalar var ya mana shu kitap ko'rsa. Mana anemin sira. 10500 so'mga ko'rsatsa, dodagini 11,5 ming so'm deyapti mana shu sigirdi. Berishgani yo'q. Mana bu yerda savdo ketyapti. Qancha bo'ldi? Qancha deydi? Shundan yaziyapti. 13 ekan. Mana sizda 1000 so'm bu ana men buqa savdo shu. Mana 13 ming so'mga mana shu navosi sotilibdi. Mana Fayzakot bilan Fayzakotni tanigan balla bormi? Bitta like bosamiz. Uyga Qancha? Qancha? 14,5. Mana chorda 1500 so'mni savdo qilishlar dodagini. 14500 so'm savdo qilishyapti. Berishgan yo'q mana shu sigirdi. 14500. Mana nima buqacha? 12000 so'm ko'rsatsa so'ylash. Dodagini yo'q. 12000 so'm ko'rsatsa. 12000 so'm deyapti, egasi mana shu navosida. Hali sotgan. Barmoq bilan bozorda 12,5 so'm deyapti. Mana 12500 so'm ko'rsatsa. Xeyli narx qadagi dodagini 12500 so'm narx qilishdi mana shu navosida berishgan yo'q. 12500. Mana bu yerda savdo ketyapti 12500 ga. Mana ikkosini 28500 so'm qildi. Berishgan yo'q. Biz 8500 so'm qadagi har dusha dodagini istasiz baş. Amtaga bunisini qancha qildi? 12000 500 so'm yaktash har dush. Biz 8500 so'm 28500 so'm qildik bo'lsin berishdi. Harakat o'taymi? Beraman. Bor harakat. Bor. O'zim tushadi. Mana nima? 12000 so'm shudagi dodagini. 12600 so'm qilishyapti. 12600. Qo'pay baraka. Mana Bor baraka. Bor baraka. Qo'pay baraka. Amtak. Mahmud aka navos. Bor deb bering aka. Ana oldim. Sizdan yubormi? Borida kisum kam. Bor baraka. Amtak. Ana kisum ustiga yurdim. Bor baraka. baraka. Harakat buyrug'i. Amtak. Mana shu bola deyapti. Yo beraveradi bu. Bor baraka tamom oldi. Mana 12700 ga chiqdi. Berishgani yo'q. 12700 so'm shu danami buqacha dodagini savdolashdingiz. Bo'ldi, o'ravera baraka deyapti. Mana 20000 so'm savdo qilganmi sigiri dodagini 20000 so'm. 20000 so'm savdo qilishdi mana shu sigirni mana balashasi 10-chi 20000 so'mga berishgani yo'q. Mana baliq og'ani sigiri bo'ladi 20000 so'm. Mana nima sigiri savdo qilgan 9800 so'm savdo qilgan nima sigir dodagini
Mana 9800 so'mga savdo qilishgan, berishgani yo'q. Mana kimga qiziq bo'lsa, bemalol xarid qilishlari mumkin. Farmonqo'rg'on mol bozoridan. Mana qiling narx-navo Farmonqo'rg'on mol bozoridan. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana agar sotilmay qolsa, egasini ham topib beraveramiz. Mana men savdo shudagi Habda 1500 so'mga savdo qiladiga. Mana 17500 so'mga savdo qilishibdi. Mana shu navosda berishgani yo'q. 17500. Mana men buqa 20000 so'm g'o'taysa so'ybash. Kam partameter qo'moy. Peshonamdan o'psangiz arziydi. 20000 so'm deyishyapti Ahmadjondagi ekan. Kami bor deyapti. 20000 so'm. Mana kimga qiziq bo'lsa, shu mol bozorida egasi Ahmadjonda olishlari mumkin. 20000 so'm deyapti ekan mana shu. Shokir akani o'g'li Ahmadjon savdogar shehridagi. Shokirga qancha narxi? 20000 so'm. Mana men bu qacha 10600 so'm shudagi. O'dagini 10600 so'm savdo qilishdi mana shu. Navotchani berishgani yo'q. 10600 so'm. Mana unum 2000-yil unumni navotchasi ekan. Mana shunday narx-navo Farmonqo'rg'on mol bozorida. 10600 so'm. Mana shu unum sotyapti ekan mana shu navot. Hamma topsiz aka. 11700 so'mga savdo bo'ldi mana shu navotchi. Botrakan navosi. 10700 so'm bor. Savdo shu. Alacha bo'lib ko'zim oldiga. 10700 so'm. Siyak 1000 so'm bor emi. Savdo shudagi. Bachash buqacha. Siyak 1000 so'm bor. 31000 so'm savdo qilishibdi. Berishgani yo'q. 31000 so'mga balasi navosi o'zi bo'g'oz ekan. Xaridorlar bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Mana egasi bu yerda. Chuqunakam navosi, mana shu sigir ekan. Xarid qilishlari mumkin. 97. Nomer necha edi? Nomer telefon 97 Ha. 907 92 92 megafon. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Farmonqo'rg'onni oladigan odamlar bo'lsa hali sotilgani yo'q. Telefon qilib mana bo'g'oz aka xarid qilishlari mumkin. Mana men 3500 so'm savdo qiladiga dodagini. Nima qo'shqora? 3500 so'm savdo qilishibdi. Berishgani yo'q. 3500. Kechagi pulni 3500 so'm mol bozori Farmonqo'rg'on. Mana men qo'shqor savdo qiladiga 3900 so'm bor. 3900 so'mga mana shu qo'shqorcha savdo bo'ldi. Ancha kattagina dumbalari. Semizgina ekan. Xaridorlar bo'lsa, bemalol xarid qilishlari mumkin. Farmonqo'rg'on mol bozori. 3900 so'm. Mana men buqacha 8000 so'mni 500 so'm bor. Dodagina esda. 8500 so'm savdo qilishibdi. Mana shu navotchani berishgani yo'q. 8500. Mana oluvchilar bo'lsa 84-yil Erkin akani va dadalar olib chiqqan 8500 so'mga xarid qilishlari mumkin. Mana 31000 so'mdan qaytdi. Cho'qin akani sigiri 31000 so'm. Siyak 1000 so'm go'sht xona bor. Raf. Imrozangi navorimo va xulasi like mondana подписаться кардана фаромӯш накунед. Имрозанги наворимо нохои спитамин дехе Farmonqo'rg'on шуд. Like mondana подписаться кардана фаромӯш накунед. Комментарий фикр хотатонро нависта баред.
Bugungi videorolikimiz Svetamin nohiyasi Farmon Qurg'on qishlog'idan bo'ldi. Like bosib, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Bozor va biznes kanalidan bog'lashing.